Salom do'stlar, biz bugun akkauntni full qilamiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek deyarli full bo'lgan. Hozir full qilish kerak bo'lgan futbolchilarni qo'yib olamiz. Mana Ronaldo bu yerga, xo'sh, Kamavinga, yana mana bu Holland, mana narsalar bularni qo'yib oldik. Ko'ramiz qani. Do'stlar hammasi turibdi va Modric olib ketibdi. Kimning o'rniga? Kurtoni o'rniga qo'yamiz va mana do'stlar polni hozir mashina pul qilamiz do'stlar. To'g'ri yetmasligi mumkin bizda. U ikkinchi qismini ham olamiz. Agar yetmay qolsa do'stlar, quvachalar, birinchi bo'lib sotib olishdan boshlaymiz. Asosiy ishimiz. Mana buni quvacha. Hozir ko'proq texnikaga sotishimiz kerak do'stlar. Buni fitnessga. Mana Roma turadi. Texnika bu ham. Endi bu yoqqa o'tsak. Mana buni fitness, texnika, fitness, texnika, fitness. Fitnessga sotamiz buni. Mana texnika endi. Bu fitness. Texnikaga sotaveraylik. Buni mana fitnessga sotamiz do'stlar. Mana kerak futbolchilarni sotib yubordik va mana asosiy tarkibda olingan futbolchilar. Mana do'stlar, qani tayyor bo'lsangiz do'stlar, birinchi bo'lib texnikaga beramiz. Xo'sh, u Kamavinga yaxshi pasga berdi. Xo'sh, hozir Modric. Xo'sh, yaxshi bu ham pasga berdi. Yaxshi ketyapti do'stlar hozircha. Va yaxshi buni ham pas berdi do'stlar. Ketma-ket 3 marta pasga berdi. Bu yaxshi. Xo'sh, Ronaldo shutingga tushdi va do'stlar, Ronaldoning shutingga tushdi. 96 bo'ldi. Bu yaxshi do'stlar, yaxshi. Hozir ajoyib ketmoqda va shutingga tushdi. Bu ham yaxshi. Juda ham zo'r ketyapti do'stlar. Valverde full bo'ladi. Buni ham kontrolga tushdi. Mayli, normal. Yaxshi do'stlar. Xo'sh, endi Reyd bo'lamiz va Modric. Xo'sh, mana full bo'ldi Modric do'stlar 91 holatda. Kamavinga biroz qolib ketdi. Screenshot qilib olamiz. Mana bo'ldi. Va hozir bo'ldi. Yaxshi do'stlar, buni full qilib oldik. Biz yana bosamiz, xo'sh. Va hozir bularni yaxshi. Hozir Viniciusdan yana bitta 100 chiqardik. Yaxshi do'stlar. Xo'sh, ikkita futbolchi full bo'lmoqda birdaniga. Kamavinga bilan bu yerda Federico Valverde. Hozir bularni ham screenshot qilib olamiz. Yaxshi do'stlar, videomiz ajoyib ketmoqda. Men yetmaydi deb o'yladim, lekin normal do'stlar, yaxshi bo'lyapti. Va hozir Ronaldo 91, Haaland 94 bo'ldi. Yaxshi. Menimcha shular yetsa kerak do'stlar. Voy, taklingga tushib qoldi-yu, mayli endi. Ronaldoning yaxshi shutingga tushdi. 200 chiqarsa bo'ladi Ronaldoning. Hozir agar Ronaldoga tushsa full bo'ladi. Xo'sh, full bo'ladimi? Yo'q do'stlar, birozgina yetmadi. Agar biroz tushganda full bo'lardi. Hozir Ronaldoga tushsa va mana do'stlar, Goat full bo'ldi. Yaxshi do'stlar, buni ham screenshot qilib olamiz. Ajoyib do'stlar, full qilyapmiz juda ham ko'p futbolchilarni. Hozir kimga tushadi? Mbappe yaxshi kontrolga tushdi va Rudigerning taklingi yaxshi do'stlar, bu juda ham. Endi boshlaymiz. Shomurodov yaxshi staminaga tushdi. Yaxshi. Xo'sh, Van Dijk va yaxshi tezlanishi 90 bo'lmoqda. Vinicius xo'sh stressga tushdi. Vinicius ham full bo'ladi qoldi do'stlar. Hozir Viniciusga tushsa yo'q.
Van Dijk'ga tushdi. 91 bo'ldi tezlanishi yaxshi. Bundan 500 chiqarsa bo'lmaydi, lekin yaxshi bo'ladi-yu. Yaxshi staminasiga tushyapti, lekin tezligiga tushsa ancha yaxshi bo'lardi do'stlar. Va nihoyat tezligiga tushib 90 plus bo'ldi. Yaxshi. Xo'sh, mana Vinicius Junior full bo'ldi. Normal do'stlar, normal, yaxshi. Xo'sh, buni screenshot qilamiz. O'girmay qoldi do'stlar, endi bo'lib turadi. Xo'sh, yana yaxshi tezlanishi. Ko'proq tushib turish kerak o'zimga. Mandek va hozir Shomurodov ajoyib full bo'lmoqda do'stlar, ko'rib turganlaringdek. Xo'sh, Van Dijk full bo'ladimi? Yo'q, biroz yetmadi va Shomurodov ajoyib ketmoqda do'stlar. Va nihoyat Van Dijk full bo'ldi do'stlar. Yaxshi, Van Dijkning hozir ikkitagina finish qoldi va buni hozir Shomurodov 79 bo'ldi, lekin full bo'lmadi. Yana bitta bo'lish kerak. Shomurodov tushdi do'stlar va u ajoyib tarzda full bo'ldi. Hamyurtimiz buni albatta screenshot qilib olish kerak. Mana do'stlar, ajoyib tarzda full bo'ldi Shomurodov. Va do'stlar, afsuski hamma futbolchilarni ham full qila olmadik, lekin albatta keyingi videolarda bularni ham full qilamiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek Kylian Mbappega birozgina yetmadi. Va uni ham xudo xolasa do'stlar, uni 600 chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Va Erling Haaland ham ajoyib. Egalasi ham yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Mana Rudiger. Do'stlar, atigi 3 tagina futbolchini bunaqa full qila olmadik. Ham bo'lsa mana do'stlar, Mbappe, Haaland va Rudiger do'stlar, lekin hammasi full bo'ladi deb qoldi do'stlar. Ayniqsa Rudiger va do'stlar Kylian Mbappedan 600 chiqarishimiz kerak. Lekin hozir shunday ham zo'r o'ynaydi juda ham do'stlar. Menimcha videomiz ajoyib bo'ldi. Do'stlar, iltimos like bilan obuna tugmalarini bosib, shu 3 sekundlik do'stlar obuna boslaring menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi va kommentariyalarga keyingi video qanaqa bo'lishini yozib ketinglar do'stlar. Video tugadi.